Assalomu alaykum, Sevinchxon singlim. Yaxshimisiz, sog'misiz, salomatmisiz? Ahvollaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ayni damda biz sizga Yaqinlarimga tabrik loyihasi Telegram kanalidan murojaat qilmoqdamiz. Ushbu loyiha boshlovchisi Barnoxon bo'laman. Ishchimiz bo'yicha bugun sizning shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz ekan. Ushbu munosabat bilan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Umr gulshaningizning fasli 16 bahori muborak bo'lsin. Bunday go'zal, chiroyli, navqiron va kulgusida ulug' yoshlarni ko'pini ko'ring. Yuz yoshlar ila yuzlashib, oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz va siz uchun qadrli bo'lgan barcha qadrdonlaringizning baxtiga sog'-omon bo'ling. Sevinchxon ayni damda bizning loyihamizga sizning yaqin insonlaringiz orasidan siz uchun yo'llangan dilizxorlar, samimiy ezgu tilaklar yetib kelgan. O'sha sirli g'oyibona insoningiz bu qadrdoningiz, opajoningiz Orzugulxon opamiz bo'ladilar. Ayni damda biz sizga opajoningiz Orzugulxon opaning dilizxorlarini, samimiy ezgu tilaklarini yo'llab o'tamiz. Assalomu alaykum mening aziz insonim, jiyanim, singlim Sevinchxon. Seni bugungi hayotingdagi eng qadrli kuning, shukrona kuning, shukrona-yu shodiyona kuning munosabati bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Avvalo, Allohimdan senga uzun va sermazmun umr tilayman. Aziz boshing omon, tani-joning sog'-salomat bo'lsin. Oila a'zolaring, ota-onang, uka-singillaring va biz qadrdonlaring baxtiga doimo bor bo'lgin. Ota-onang orzusidagidek inson bo'lib yetishgin. O'qishlaring doimo a'lo bo'lsin. Maktabni ham zo'r natijalar ila tugallab, kelgusida nufuzli oliy o'quv yurtlari talabasi bo'lib yurgin. Kelajakda zo'r bilimli kadrlar bo'lib, elimiz, yurtimizga foydasi tegadigan odamlar bu kimning farzandi deya so'raganda, ko'rganda ko'z quvonadigan ziyoli insonlar bo'lib yetishgin. Yaqinlaring, ota-onang doimo yaxshi kunlaringni, baxtingni, kamolingni, tolingni ko'rib, hurmatda, izzatda, ardoqda yursin. Ushbu fursatdan foydalanib, qalbimdagi eng ezgu tilaklarimni sen uchun yo'llayman. Doimo yaxshi kunlaring ko'p bo'lsin. Hech qachon g'am ko'rmagin. Senga shunday baxt tilaymanki, u hech qachon tugamasin. Senga shunday quvonch tilaymanki, u seni aslo tark etmasin. Yuzingdan kulgu, labingdan tabassum, qalbingdan xotirjamlik arimasin. Seni juda ham yaxshi ko'raman, Sevinch. Doimo Allohimning panohida bo'lgin. Oy yuzingdan nur yog'ar, ko'zlaringda quvonch bor. Bugun sening bayraming, senga minglab tabrik bor. Dunyodagi eng ezgu tilaklarim yo'llayman, jonim, singlim, jiyanim, men seni tabriklayman deya yaqiningiz, opajoningiz Orzugulxon opa o'zining dilizxorlarini, dilnomasini yo'llab o'tganlar. Sevinchxon singiljonim, ayni damda biz ham sizni shukrona kuningiz munosabati bilan yana bir bora qalbimiz tubidagi eng samimiy, sarafroz so'zlarimiz ila muborakbod etib qolamiz. Bugungi shukrona kuningizni ham chiroyli tarzda, a'lo kayfiyatda o'tkazing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Dil yayrasin quvona, qutlug' kunga to'yona, bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak. Dil yayrasin quvona, qutlug' kunga to'yona, bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra olib o'ynang, tavallud kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra olib o'ynang, tavallud kun muborak.
to'yona, bugun shodiyona, tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra olib o'ynang, tavallud kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra olib o'ynang, tavallud kun muborak. Dil yayrasin quvona, qutlug' kunga to'yona, bugun shodiyona, tug'ilgan kun muborak. Dil yayrasin quvona, qutlug' kunga to'yona, bugun shodiyona, tug'ilgan